Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun biz yana bir murojaat haqida gaplashamiz. Murojaatchi Uchko'prik tumanida yashovchi 2-guruh nogironi Madinaxon Akbarova. Mani prosta gapim bunaqa bo'lganki, prezident yaxshi bizga uy berdi, mayli nogironlarni uy bilan ta'minladi, zo'r sharoitda, lekin bitta narsaki, pensiya bilan bir xil bo'lib qolishini agar biz bilan gaplashganda shuni so'rardik-da deganmiz. Biz bilan gaplashmaydi deganmiz keyin. Bo'ldi shu bilan keyin men aytganmanki, podvalga tushib olsam, kelganda chiqib qarang, yuring, har doim kelasiz. Keyin shuni bizga bunday tushuntirib keting demoqchi bo'lganman, xolos. Hamma nogironlar chiqmoqchi bo'lganmiz aslida. Keyin nima bo'lgan o'sha jarayondan keyin? Начальник milisa bizga sektiradi. Kreditlar yangi boshlanishida. Bizga ham kredit ajratsin deb chiqqanimizda keyin kimlarga ajratibdi bizni mahalladan deganimizda hokim yordamchi tars etib turib ariza qilib bergan. Eng qizig'i o'sha ariza qilib bergan yozib ham bergan. Mana men telefonimda turibdi ona. Men hech qanaqa davoyi dastonim, hech qanaqa urushmaganmiz ham, baqir chaqir ham bo'lmagan deb yozib bergan. Guvohlarga sudda ham savol berganman men. Qarang, qanaqa kiyimda edim o'shanda deganman. Meni mashinamda 4 ta nogironligi borlarim bor edi. Ulardan ham kirgizmagan, ham sudga boshqa ham qilmagan. Ana tirik guvoh bulardan so'raydi nima deydi. Keyin meni olib kirgan, Xizirboyga ketganmiz. Biz osh qilib o'tirganimizda 5 minutga keyin deb rokat chaqirgan. Kelganman men, kelganimdan keyin bular aytdi qolgan 5 minutda kelaman deganman. Meni mashina Melsaxonani arkasiga o'tib, yo'ldan menga adrenalin bilan nima kola olib bergan, nima rokat mashinasida jentira deydi, qorada. Rokat kim edi? Zambov ishlardi bitta. Keyin o'tirganman, men mashinasida 3 soat o'tirganman. 3 soat ichida bir-biriga dilani otgan milisalar santayella deb turib, keyin birdaniga meni mashinadan olib tushib turib, yuring, 2 minutga sudga kirasiz degan. Telefoningizni bering degan, yo'q bermayman deganman. Sindirib tashlaymiz degan, hammasi Sadir degan Roskadagi bala bor edi. Bermaganman. Keyin meni olib kirgandan keyin sud qorong'i tushib bo'lganda nimasini yoqib Omonov nimaga chiqqanda Akbarova siz 183-moddasi bilan ayblanyapsiz deganda nima bo'yicha deganman. Men kimga nima qilibman deganimda aytganki, siz mana shunaqa Boboshbek nimasida degan, keyin Rovshan kirgan, o'sha yozib bergan bilan bitta yosh katta ayol bilan bitta yosh yigit kirgan. Keyin men aytganmanki, ular eshitib o'tiribdi, menga to'xtang deganman, hurmatli sudya. Meni bir og'iz gapim bor. Men guvohlarga so'm, men qanaqa kiyimda edim deganman. Deganimda oqida degan ular. Keyin men kechirasizlar deganman. Boshimda ro'molim bormi deganimda yo'q degan. O'shanda meni boshimda ro'molim bor. Endi bitta savol menda. Bo'pti, men janjal to'polon qilgan bo'lsam boshqa. Aytda kirallar, ovozli nimalari, vango, ular biz yo'lda nariyog'ida turib eshitdik degan. Qani odam gapini eshitmasdi-yu aytdi. Ana undan keyin to'xting, sudda men savol beryapman. Men 2-guruh nima ish qilasiz deyapti. Mehr Plus nimamiz bor edi-da, oilaviy korxonamiz tikaman deyapman. Mehr Plus oilaviy korxonamiz bor dedimda, keyin men unga qarab turib aytdimki, sudyaga siz dedim, menga ma'muriy qamoq jazo berilmaydi, chunki 2-guruh nogironiman men dedim. Ham balam dedim, bitta o'zi qoladi dedim. Desam, Akbarova nima sizga dedi, nima qilib beraymi dedi. Jinoiy ochib berish kerakmi? Hozir men tushunmayapman, nimaga jinoiy ochish kerak dedim. Kimgadir ziyon yetkazdimmi? Keyin bitta narsa, meni mashinamda ichida o'tirganlardi. Ular ham ko'rsatma bergan. Chaqiring dedim. Kirsin, ular ham tashqarida turibdi ekan. Desam, tars etkizib turib 7 sutka sizga deb turib, vakil o'chirib qo'ydi-da. Ana undan keyin men o'tirdim, peshonada bor edi endi dedim. Birdaniga nima keldi? 2 ta doktor kirib keldi. Sizga ukol qilar ekanmiz dedi. Men unga qanaqa ukol kerak dedim. Menga ukol kerak emas dedim. Desam, siz nogiron ekansiz dedi, eng qizig'i. Sizga dedi yordam berish kerak ekan. Umumiy nimada turasiz, kamqonlikda ham turaman, meniki kerak emas menga dedim. To'xtang dedim, sizga qo'lingizga yozib beraman dedim. Chap qo'llab o'sha yerda o'tirib yozib berdim. Men hech qanaqa tibbiy nimaga muhtoj emasman dedim. Chiqib ketdi, yana qaytib keldi ular. Qaytib kelib turib, bizni majburlayapti dedi. Ukol qilmasak bo'lmaydi ekan dedi. Yo'q, men yaxshiman dedim. Mana hech qanaqa ukol dori kerak emas dedim.
chiqib ketdi ular. Chiqib ketgandan keyin nachalnik milsa kirdi, sotib oldi Efida. Asfaltnoy svet ustuvoshida keldida, maytlarida yomg'ir yoqqan, boshqa qilgan 8lardan o'tib bo'ladi. Keldida, kelib turib aytdi, Madina dedi, mana men telefonim dedi, yo o'zing telefoningni dedi. Qildida tashqarida dedi, nogironlaring o'rab olgan dedi. Ertaga prezident keladi dedi. Butun dedi respublika shetdayu dedi. Men sharmanda bo'lyapman, yo'qotin ularing deyapti boshliqlar dedi. Ularing dedi, nimani dedi, ushlab olgan dedi, reshotkani dedi. Ketmayapti dedi. Keyin aytdimki, bo'pti dedim, nima deyishim kerak desam, aytdiki, telefon qil dedi, ketsin dedi. Telefon qildimda, men Toshkentga ketyapman dedim. Meni qamamadi dedim. Keyin bularga chiqib hammasiga nachalnik milisa, hammasi aytganki, bir qop bug'doy un bilan 5 litrdan salatni yog' beramiz, ketinglar degan. Bular men telefon qilmaguncha ketmagan. Keyin meni aytda bir 11largacha qoldim. Keyin nachalnik milisa qaysi uchastkavoy sani tashlab ketsin dedi. Menga dedim, farqi yo'q dedim. Keyin shu bilan Ilhomjonni chaqirdi. Nimani orqa tarafidan Ilhomjon bilan chiqdik. Biz uchastkoga o'sha yerda chiqdik. Ilhomjon kim edi? Tursun nima? Qayerda uchastkovoyi? Bitta bizda uchastkovoyda. Keyin nima chiqdi? Elshot degan ro'yskadagi qora bunday sigaret nariyoqqa qarab turgan ekan. Keyin bir ikkita milsalarga qarab sigaret chekib turib, bunday tushib turdik. Ha dedi, Ajdorxon kallasini olib tashlabsiz-da dedi. Nimaga? Ilhomjon e'tibor ham bermadi, eshitmaganga oldi. Keyin menga qarab turib, nima buni qo'liga dedi, narishlik toqish kerak dedi. Ilhomjon qo'ying dedi, bitta qo'li o'zi dedi. O'sha avariyadan keyin ham bo'lib qolgan dedi, prosta dedi, na qilish. Matesda o'tib kelamiz, milis nima doktordan dediki, nima bu Matesda o'tadi dedi. Buni dedi, nimaga chiqar dedi. Damasga chiqar dedi. Qo'liga narishlikni soldi, o'zi bitta qo'l nima dey, ayol kishi qo'ying dedi. Qochib ketmaydi aka baribir dediki, men qochib ketmayman dedim. Haligi joyda gapim shu bo'ldi. Kinoni boshimas oxiriga qiziqish kerak dedim. Mana hozir aybimni men ko'rmayapman dedim. Desamki, men aybingni mana ko'rsataman dedim. Mana shetimga tepdi, Matesda eshigini orqa eshigini ochaytirdim-da men. Shopir tarafdan ochiladi. Shunaqa tepdi, nimani burchagiga borib qoldim men. Og'zimdan qon sachrab ketdi haligi joyda. O'zimda o'ngladimda, keyin baqaga unga tashlandim men. Nimaga tepdingman hozir? Menga tushuntirib ber dedim. Keyin Ilhomjon bu ayol kishi nimaga tepyapsiz dedi, boshqa dedi. Buni dedi jinoiy qilib kirgizib yuborish kerak dedi. Ikkinchi qamalishim, ma'muriy qamoq jazo olishim mahallamizda Yoqutxon degan qiz ishlardi. U qiz bilan yaxshi edik, boshqa edi, lekin noqonuniy ishlardi. Kompyuterda ishlash, ayol xotin qizlarga yordam berish bo'yicha ularga ish staj berildi. Unda nima bo'lishi mumkin emas, kerak emas ekanda, ma'lumot boshqasi. Keyin men bordik, biz borib turib aytdikki, o'shanda ham uchastkovoy chaqiruvdi bizni. Boshqa holat bo'yicha chiqdik, bitta narsaga guvohlik bo'yicha. Bordikda, borganimizdan keyin aytdikki, bitta nogiron ish ko'rsalar ham bo'ladi-yu, bularga ham oylik chiqyapti ekan dedik. Deganimizda meni gapirishim shunaqa, sal qattiq gapirganman, xolos birovda haqorat nima bo'lmagan edi. Aybimiz shu bo'ldi. O'sha qizni ishdan bo'shatmaslik uchun hokim yordamchi bo'lib ishlaydigan Jamshidjon, u bilan men urushmaganman, ham boshqa ham bo'lmagan. O'zi yo'q bo'lgan, aytda Ranapa degan xotin qizlar bo'lgan. Telefon qilgan Jamshidjon, Madinaxon kelib janjal qilyapti degan ekan. Keyin Jamshid o'zi yo'q joydan 102 qilgan, tuman markazida yurgan bo'lgan ekan o'shanda. Sud bo'ldi, 5-mart kuni sudga hammamiz kirdik. Nechinchi yil? 2024 sud bo'ldi. 5-mart kuniga bordik. Borganimizdan keyin kirdik sudga, kirdik. Nima dedi? Akbarova nima qildingiz dedi. Sizga dedi, shuna ma'muriy nima qo'llarni 183 dedi. Yo'q dedim. Xurshidjon edi, Xurshidjon dedim. Men dedim, gapirishim shunaqa xolos bilasizlar, qattiq gapiraman dedim. Lekin dedim, bitta narsani to'g'ri tushuning dedim. Menga ma'muriy qamoq jazo bera olmaysiz dedim. O'shanda nimaga dediki, birinchi guruh nogironlar MJTning 29-moddasi turibdi dedim. Bu bir ikkinchidan nima jabrlanuvchi kim dedim.
desam Nizomiddinov turdi, sizga qanaqa ziyon yetkazdi? U ziyon yetkazgan yo endi ish faoliyatimda o'sha kun shu ta'mindayiz dedi. Yo'q dedi u. Ittabas edim dedi. Yoqitxonsiz turing dedi. Keyin Akbarova janjal qildim dedi. Ha, endi baqir chaqir bo'ldi. U bu dedi. Keyin yozib bergan, tushuntirish xati yozib bergan. Eski rais Erkinjon bilan nimani so'radi? Ranapani so'radida, nima dedi? Yo'q, bizni Davoy dostonimizda hech qanaqa baqir chaqir nima bo'lgan, sal qattiq gapiradi. Xolos, lekin faqat nogironlar tarafini oladi dedi. Keyin sud aytdiki, qarang dedi, profilaktika inspektori ikkoviga dedi, siz dedi, nima qiling dedi. Nima protokol yozing dedi. Betdan nimaga buni deb yozyapsizlar? Betga kelib turib, keyin aytib, yolg'on guvohlik berib turganligi sababli deb ham ayting dedim. Keyin sudya xuddi shuni dedi. Degandan keyin yana 3 sudga berildi menga. Yana Madinaxon o'sha yoqqa qarab ketdi. 8-mart kuni keldim yana. Kelganimdan keyin 9-mart yo 10-mart kuni sudyani oldiga kirdim. Bitta nogironim bilan yana birga kirdim. Kirib turib, nimaga meni qamadingiz dedim. 29-moddani nimaga amal qilmadingiz dedim. Desamki, to'g'risini aytishga sudya yotmadi xolos. Ayamdagi yotib olmadi xolos. Kechirim rasa so'radi, nima qilib beray dedi. Hech narsa qilib bermayin dedim. Kodeksni o'qiysiz dedim. Hech narsa qilib bermang. Mahallangizga telefon qilib aytayman, qaysi nogironingiz ishga olsin deb. Rassa nima qildi? Yo'q, hech narsa qilib bermayman dedi. Oxiratda ham lekin oyog'ingizga yopishaman deb chiqdim. Birinchi navbatdaman tuman prokurori. Hamma narsa ostonadan boshlanadi. Ostonadan oyoq qo'ysangiz, keyin uyingiz ichiga kirasiz. Tuman prokurori qaytga qaradi. Hamma murojaatlarim turibdi menda. Viloyat qaytga qaradi. Respublikaga necha marta senat qilib qo'ydi Jo'rayevani o'tiribdi. Madinaxon kechirimli sizni, kechiravering deydi. Bo'pti, sudyalarni men bittasi 3 sutka o'tirsin, bittasi 7 sutka o'tirsin. Kaltaklar rasa yesin, menga o'xshab yesin-da, ana undan keyin mendan kelib turib kechirim so'rasin. Qanday bo'ladi? Mani eng og'ir jinoyatlar turkumi qilib turib sudyani urdi deb turib, boshqa qildi deb turib, qaytib chiqmaydigan darajada qamaydi. Shu savolimga javob bersin bo'ldi, boshqa savolim yo'q meni ularga. Men bu haqda izoh olish uchun Uchko'prik tumani prokurori O'ktamali Yo'lchiyev bilan telefon orqali bog'landim. Lekin u kishining aytishicha, Madinaxonga kerakli javob xatlarini bergan va menga bu haqda Madinaxon Akbarovaning murojaati bo'yicha hech qanday intervyu bermasligini va bu uni shaxsiy huquqi ekanligini eslatib o'tdi. Hozir prokurorni ovozli telefondan yozib olingan ovozini eshitamiz va yana mulohazalarimizni davom ettiramiz. Oldingizga borsam, shu masala bo'yicha intervyu berasizmi menga? Yo'q, bermayman opa intervyu. Nimaga? Chunki meni huquqimda opa. Yozma javobini berganmiz Madina opaga. Yozma javobini bergansiz, ha? Ha, shunday. U to'g'ri talab qo'yyaptimi hozir? Ya bilmadim opa, to'g'ri talabini. O'zimga nisbatan to'g'ri talab qo'yyaptimi, yo'qmi, uni fikr bera olmayman. Yo'q, u siz kecha qabulda bo'lgan, unga qonun mayli siz unga kecha qabulda bo'lgan, unga tushuntirganmiz unga. Ha, mayli. Qanaqa qonuniy talab bo'lsa, bemalol murojaat qilish mumkinligini tushuntirganmiz. Hozir menga intervyu bermaysizmi? Yo'q, intervyu bermayman. Qadrli kuzatuvchilar, mana Madinaxonning gaplarini eshitdik. Xulosa chiqarish esa o'zlaringdan.